Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Jannat makon yurtimizda yana bir ajoyib kun. Yaqinlarimga tabriklarim loyihasi insonlarni xursand qilib, ko'ngillarni shod aylashda davom etmoqda. Bugungi kun qahramonimizga atalgan tabriknomamizni o'z egasiga yo'llab qo'yamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Hayajonli daqiqalar. Alo, assalomu alaykum. Alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumani Toshtepa mahallasida istiqomat qiluvchi bugun 5-yanvar sanasida 46 yoshlarini qarshilayotgan Mansurjon akamiz bilan bog'landikmi? Ha, shunday. Akajon, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Joningiz omonmi? Rahmat, tinch. O'tgan bayramlar bilan Birga bo'lsin, sizga ham muborak bo'lsin. So'z avvalida o'zim tanishtirsam, siz bilan suhbatdosh bo'layotgan yaqinlarimga tabriklarim loyihasidan pinhona, g'oyibona bezovta qilayotgan boshlovchi bo'laman. Siz bilan suhbatdosh ekanligimdan mamnunman. rahmat. Oila bag'rida, mehr muhabbatda bugungi kunni haqiqatdan ham munavvar ekanligini isbotlab, yana bir muborak yoshni qarshilar ekansiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim, umringiz bundan-da ziyoda bo'lib, yaqinlaringizni baxtiga hamisha hardam sog' salomat bo'lib yuring. Rahmat. Akajon, bugun Allohning suyukli banda payg'ambarimiz Habibimizga ummat bo'lgan fayzli Nurafshon kuning egasi ekansiz. Siz uchun yaqin bir insoningiz tomonidan bizning loyihamizga chiroyli bir tabriknoma yetib kelgan. Rahmat, kim uchun aytamiz? Aynan shu savol bilan sizga murojaat qilmoqchi edim. Ko'nglingizni obod aylab, dilingizni xushnud etmoqchi bo'lgan ushbu inson kim bo'lishi mumkin? Kelindirda. Birozgina adashyapsiz. Yo'q. Kimlar o'g'illarimmi balki? Keling, sizga o'zim yordam beraman. Sizni yaxshi ko'radigan mehribonlar, qadrdonlar orasida aynan bizning loyihamizga murojaat qilib, o'zlarining samimiy, mehrli va xayriga to'la tabriknomasini yo'llagan inson bular. Turmush o'rtog'ingiz Gulabzo opamiz bo'ladilar. Ha, rahmat. Sevib olganman-da buni. Mashalloh. Ularga qo'shilganda farzandlaringiz Mag'rurbek, Zufarbek, Zuhriddinjon hamda keliningiz Ruxsora xonlarning ham o'z hissalari bor. Rahmat. Agarda ozgina vaqt ajrata olsangiz, ular tomonidan yo'llangan qalb dillamasini o'qib bersam maylimi? Mayli. Tashakkur. Assalomu alaykum, oilamiz ustoni, mening sevgan tog'im, sultonim, ishongan bog'im, qalbimning egasi, mehribonim, umr yo'ldoshim. Bugungi shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim, baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Farzandlarimizning mehribon dadajonisi. Siz mening hayotim mazmunisiz. Siz borki hayotimda ma'no mazmun, o'tayotgan har bir soniyamda baxt va quvonch bor. Sizdek umr yo'ldoshim borligidan faxrlanaman, g'ururlanaman. Allohimga shukronalar aytaman. Ro'zg'orimning butuni, fayz barakasi, men sultonim. Ilohim, siz bilan baxtli keksalik onlarini birga surib, farzandlarimizning rohatlarini, baxt kamollarini, huzurlarini ko'rib, hojona bo'lib yurishlik bizlarga nasib bo'lsin. Hayotning past balandlarida menga suyach bo'lgan aziz insonim. Sizni juda yaxshi ko'raman, hurmat qilaman, qadrlayman. Boringizga shukr. Farzandlarimizni hech kimdan, hech nimadan kam qilmay voyaga yetkazyapsiz, tarbiya qilyapsiz. Robbim kasb-koringizga, rizqingizga fayz barakalarini beraversin. Topganlaringiz yaxshi kunlarga xizmat qilaversin. Bolajonlarimni sizdek dadajonsi borligidan faxrlanaman. Allohimga shukronalar aytaman. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ko'nglim o'yin koshonasi yorug' doim. Yashamadim hech o'zimni o'zim aldab. Baxtni bari menda deya aytkim bugun. Adashmadim hayotimda sizni tanlab. Har yaxshi so'z aytgaysiz jonimizga. Muhabbatga oshno qilib mehr ulab. Shukr deyman, shukr sizga boringizga. Adashmadim hayotimda sizni tanlab. Taqdir yo'lim siz tomonga tushibdi xo'p. Nolishlarga ko'milmadim, dilim talab.
aytsam Robbim shukur deya aytardim ko'p. Adashmadim hayotimda sizni tanlab deya turmush o'rtog'ingiz Gulafzaxon opamiz o'z tabriknomalarini yakunlabdilar. Rahmat. Loyihamizda shunday daqiqalar bor. Sizga tabrik yo'llagan insonga, oila a'zolaringizga, siz ham o'zingizning dil izhorlaringizni bildirish imkoniyatiga egasiz. Bir-biriga esdalik bo'lib qoladi. Ovozlaringiz yozib olinmoqda. Bularga ham yangi yilimiz nima qut barakat kelsin, nimaki niyati bo'lsa niyatiga yetsin. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin hammasi. Ilohim barcha ezgu niyatlaringizni Allohim ijobat qilsin. Bir-birlaringizga bo'lgan mehr-oqibatlaringiz hech qachon so'nmasin. Rahmat. Allohim sizni omadlilar qatorida omadli qilsin. Har doim mana shunday yaqinlar e'tiborida, e'tirofida, ardog'ida bo'lib yuring. Allohim kelgusi umringizni bundanda savobliroq, bundanda xayrliroq amallar bilan to'ldirsin. Xudoy bo'lsin. Siz bizdan Alloh rozi bo'lsin. Allohga omonat. Siz yaqinlaringizga o'zingiz ehtiyot qiling. Rahmat. Salomat bo'ling. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay. Yagona baxtingiz boringiz bo'lay. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Dard cheksam dardimga darmon o'zingiz. Dilga xush yoqarkan shirin so'zingiz. Men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Yor, yor, yor istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor, yor, yor tilagim mening. Baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Yor, yor, yor istagim mening. Yonimda bo'ling siz har doim mening. Yor, yor, yor tilagim mening. Baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Birdek oqayapmiz umr yo'lida. Taqdir yaratgan Robbim qo'lida. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Birgamiz gohi bog' gohi cho'lida. Sizni hammadan ham yaxshi ko'raman. Biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalab suyay. Yagona baxtingiz boringiz bo'lay. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman.